Bo'ldi, mana hamma narsa tayyor bo'ldi. Hammasini do'stlar, men otam Kompot, yengijamga yaxshi kelibsizlar. Do'stlar, men hozir ketaman, bilasizlar, inventarimdan уже men hozir shaxtaga ketaman. Menga temir kerak edi, chunki uyimda temir qolmadi. Almas izonutli kerak emas. No, bo'lsa yaxshi bo'lardi. Hozir temir uchun men ketadim shaxtaga. Mana bu uncha mashhur shaxta emas, o'shancha shu yoqqa tushaman. Ko'p odamlar bu yoqqa tushmagan. Ko'p narsalar bo'lish kerak, ko'p temirlar bo'lish kerak bu yoqqa. Faqat temir uchun tushaman. O'g'il boshqa narsalar menga kerak emas. Mana do'stlar, hamma kerak narsalar bo'ldim. Ikkita kirka, fakel, non, voy to'poyman. Esimdan chiqibdi doskalar bilan burjik esimdan chiqibdi axir. Obbo, yana suv esimdan chiqibdi. Sovuqchirim, doska burjik ovoqchirim o esimdan chiqibdi. Mayli, bu orqaga qaytish bahona emas. O'shancha mayli, cho'raman endi. Ularsiz ham nima qilsa bo'ladi. Mametta уже temir ko'ryapti. Yaxshi. Mametta temir ko'ringan narsa olaman уже. Temir qayerqa ko'rinsa shu yerda boraveraman. Hamma temirni olib chiqaman ko'zimga ko'ringan. Chunki menga faqat hozir temir kerak. Xo'p, o'g'il men kerak emas. O'g'il uyda yetib turibdi. O'shancha hozir faqat temir olaman. No, almas izonutli bo'lsa, undan ham yaxshi bo'lardi albatta. Mayli, qani ketdi temirlar olishga. Xullas, shunaqa qilib temirlarni olveraman. Ikkita kirka bor, bemor, ya'ni nimadir kraftsiqlar va balkim lekin menga versakam yo dosklar ham yo versakani qilishga mamnun. Almas deb o'ylasam almas emas ekan, lekin do'stlar, almasmidim menda. Mayli, qazishni boshlayveraman. Do'stlar, уже anchadan beri qazyapman. Mana shuncha men topdim, уже shuncha temir topdim. Ko'rayotganinglardek bitta stak va 3 ta temirni blok topdim. Bularni temir qilsa bo'ladi. Xullas, yana temir chopish harakatidaman. Mana yana temir ko'ryapti. Qancha bu temirlarni ham o'ramiz. Davay, oxirigacha qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Shuncha ko'p qishloqga temir olib kiraman. Davay. Mametta nima ekan? Nima izumrud. Wow, juda ham yaxshi. Izumrud, davay ko'proq bo'lsin, 2 ta bo'lsin ham mayli, bitta don ekan. Mayli, o'sha izumrudda deb tushmadim, temir deb tushdim. Nima bu tashlab ketilgan shaxtami? Nima shaxtaning ichida shaxtami tushunmadim. Qayoqdir osram tashlab ketilgan shaxt ekan, lekin bu yerda doskalar bor ekan do'stlar. Doskalar menga albatta kerak. Chunki kirkam ham smorta verstak qilib nimadir qilib kirka qo'raman. Shu hamma doskalarni bu yerdan olaman do'stlar. Yaxshi hamki topib oldim men doska bo'lmaydi o'z shaxta, lekin men yerda doska bor ekan. Qayoqdir eski tashlab ketilgan shaxt ekan. Mametta nima o'qari oxirigacha borlicha. Balkim botran nimadir topib olarman, yana doskani topib olarman. Balkim botda temir ko'p ekan. Yaxshi hamki internet to'g'ri o'qidim. Botda eng ko'p temirli shaxtni shuda. Meni aldashmabdi nima? Anetdan sandiq turgan ekan. Qayoqdir ichida nimadir bo'lsin deydi. Voy. Botda bitta almas bor ekan, keyin ovqatlar bor ekan, botda nonlar bor ekan. Qaqras meni nonim kamayib qoldi o'sha non yeganimga. Botda lab ovqat keyingi tomonga boramiz. Keyingi tomonda nimadir qiziq narsa bordir balki. Qo'rqib ketdim men, skeletdan qo'rqib ketdim men. Qarashlar turishini, qanaqadir qo'rqimchilik hammayli menga xos temir kerak. Olib tashlash kerak o'zi bu skelet kimmi shaxt ekan, o'zi eski shaxt ekan qanaqadir. Botda lava, mayli botda nima nima u spavnermi? Sal kerak bo'lib qoladi menga. Tushunmadim. Nima bu almas? Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Voy, nima almazli mashina, almazli nakvalni qodoq qilib, nima almaziznalar tushunmadim. Nima o'zi, nima topib oldim men shaxtada? To'xtanglar, men ko'rmayaptim. Menga uxlayapmanmi deyman-da. Ko'zim ko'ryapti bu narsalar. Bunaqa bo'lishi mumkin emas-ku axir. Voy do'stlar, almasli mashina topib oldim men shaxtada. Imomiyatda sandiqlarda almas. Mayli, bu yerda nima ekan? Bu yerda ham voy do'stlar, bu yerda ham almasli ekan shuncha. Voy voqay. Voy, qo'rqib ketdim men almasli brigada.
Almazli bilan yaka voy do'stlar nima topib oldim shuncha ham almaz bo'ladimi kimniki bu almaz kim qoldirib ketdi shuncha almazni o'sha shaxtada kimnikiga kim bekitayotgan ekan a mana bu yerda yana almazlar bor shuncha almazlar voy qanaqa qilib shuncha almazlar mana buni qaranglar bitta sandiqda shuncha stak almaz bo'lsa endi voy aql bovar qilmaydi bu shuncha ham bo'ladimi kimniki kerak kim qoldirib ketgan ekan kim esdan chiqarib qo'ygan bu almazlarni bu yerda esdan chiqmas man qo'rqib ketyapti balki bo'la qolib bu almazni birajani axir almazni topib oldim ma'qul qaranglar yarashib turibdi menga almazni biraja shuncha almaz topib oldim mana bu sandiqda ham shuncha almaz u mana bu yerda benzinlar bor ekan almazdan tashqari mashina qo'yishga mana bunaqa nima u mana bunaqa narsa bor ekan drelmi bu tushunmadim drel mana bu qaranglar juda ham tez qajirkan lekin vuy almozli kirkodan даже rang barangli kirkodan tez qajirkan balki qo'rqib ketdim mana surg'atoni qo'rqib ketaman malik almazlarni o'rma o'zim bilan do'stlar shuncha almaz hammasini o'zim bilan olib ketaman endi do'stlar davay hammasini o'zim bilan olib ketaman kerak emas narsalarni tashlab yuboraman bu lujinkalarni oshdan olib ketaman man kerak emas bu lujinkalarni bu yoqqa tashlab yuboraman bu yoqqa qo'yib qo'yaman bu yoqqa sandiqlarimga o'zim sandiqlarga faqat almaz olaman hamma almazlar o'zimga olaman to'xtanglar birovniki emasmikin a to'xtanglar hech kimniki emas-ku axir demak bo'ldi meniki do'stlar shuncha almazlar hech kimniki emas-ku axir kim esdan chiqarib qo'ygan hech kimniki emas bu almazlar demak meniki nima to'g'ri noto'g'rimi to'g'ri-ku axir almazli mashina va hali bunda uchib ko'ramiz ana yerda lava ekan u yoqqa borishga kerak emas o'sha chunki mana bu yerda almazli zina bor ekan qarang qolib chiqib ketaman bu almazli mashinani endi mayli chiqib ko'raylikchi bu yoqqa nima bor ekan u yerda endi tepaga chiqib ko'ramiz do'stlar almazli mashinani qanaqa qolib ketaman man tushunmayapman o'shada ha bu yerda tashqari ekan do'stlar mana tashqariga chiqdim tashqarida yomg'ir yog'ayotgan ekan ha lekin bu joydan olib ketyapman tashqaridan qanaqa qilib olib ketaman boshinani bilmadim bu yoqqa sig'maydi-ku axir ha mayli bilmadim nimadir o'ylab toparman balki mashinani lekin 100% olib chiqib ketish kerak bu yerdan hop do'stlar bu yerda bilib oldik даже zinali almazni ko'ryapsizlarmi zinali almazni kimniki bu do'stlar hech kimniki bo'lmasa deyman meniki lekin hech kimniki bo'lmagandir kimdir qurgan bu narsani kimdir qo'yib ketgan-ku axir voy mana bu yerda almazli nakovalniya bor ekan yana qani almazli nakovalniya ko'rlikchi almazlar hozir qochib turgan qochib turgan dedim senga almazli nakovalniya ko'rmoqchiman voy do'stlar mana almazli nakovalniya o'sha tushunarli bunaqa qilsa bo'lmaydi hozir almazli nakovalniya oddiy narsa xullas men o'zim bilan hamma narsa olib chiqib ketishim kerak mana buni qarang nafsim qo'ymayapti hamma almazlar olib chiqib ketaman hech kimniki emas-ku axir oddiy shaharda turgan ekanman topib oldim deymanki qarang mashinaga o'tirib ko'raylik hozir voy mazza ekan lekin juda ham zo'r mashina ekan do'stlar mazza qilib o'tiribman endi ham zo'r mashina yumshoq qulay yana juda ham almazli mashina mayli hozir benzin qo'yaylikchi do'stlar benzin qo'yib sizlarga qaytaman mana bo'ldi do'stlar hamma sandiqdagi benzinlarni qo'yib oldim mashina yurish uchun mana benzinlab qolmani hammasini qo'yib oldim demak mashina yurishga tayyorman deb bitta fikr bu qoldi mana bu yerdan hozir to'g'riga to'g'ri blokni uchuvchi blokomda qazishga boshlayman xullas do'stlar mana mashina olib chiqib ketmoqchiman to'g'ri qilib qazib uraman mana bunaqa narsa bor-ku axir manda kirkani nima qilaman voy do'stlar ham tez qaziydi-yu hop do'stlar sizlarga qazib keyin qaytaman davay do'stlar давай chiq mashina davay chiq xona bo'ldi chiqib oldim voy do'stlar mana mashinani olib chiqib oldim men qaranglar hech narsa bo'lmadi ana bo'ldi mana shu joydan olib chiqdim juda ham ko'p qazidim o'sha drellarni qazidim yana kirkada ham qazidim hamma narsani qazidim do'stlar bo'ldi boshqa hech narsa ham qolmadi mana ana endi ketdi faqat almazlar bilan va almazli mashina bilan temirni ham qoldirib ketdim shaxtida temir uchun keldim o'zim mayli 13-chi qishloqqa yetib olaychi qishloqlarni reaksiyasini ko'ramiz bo'lmasa shuncha almazlar do'stlar shuncha almazlar hammasi yana meniki eng almazli video shu bo'lsa kerak o'zim mani kanalimda mani videoyim davay ketdi endi 13-chi qishloqga davay qochib turlaring men juda ham boy bo'lib ketdim davay oppa ana qishloqlar mani davay sekin sekin qishloqlar mana qaranglar qanday mani mashinam voy qattiq oldi almazli juda ham chiroyli mashinani qishloqlar ishon
olmaysizlar, lekin bu mashinani men shaxtadan topdim. Prosta yurib bitta qarasam mana bu yerda shunaqa almozlar va almosli mashina turibdi. Voy kapot, qanaqa qilib shaxtadan topib oldik buni? O'zi biz ham shaxtaga bormoqchi edik bugun. Bo'ldi, mana topib oldim. Mana do'stlar, shuncha almozlar topib oldim. Mana rejalar shuncha almozlar topib oldim. Buning qanaqa shaxtadan topib oldim? Yaxshi bo'pti. Kapot shuncha topgan bo'lsa almozli mashinalar. Mana almozli mashinamni ko'rsanglar ham bo'ladi. Mana do'stlar, bugun men shaxtaga borib shuncha almozlar topdim. Eng almozli videosi kanalimda shu bo'lsa kerak. Qaranglar, inidarim to'ra almos. Har u shaxtaga borishim kerak, chunki almosda ham to'la o'tdi. Menda almozli mashina bor. Like bosishni, omon bo'lishni esdan chiqmasa, hamma har do'stlar, sog' bo'linglar.